ko'p xo'rsinay men qayrilib senga sog'inib seni eslay. Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, maktab ham yakunlanib qoldi. Kim qaysi oliy dargohga o'qishga topshirmoqchi? Shaxsan men Turkiyaga o'qishga topshirmoqchiman. Juda ham ajoyib, xursandman. Men nemis tili sertifikatini olib, Germaniyaga o'qishga topshirmoqchiman. Men Koreyaga borib o'qimoqchiman. Qani Elbek, siz gapiringchi, nega jim o'tiribsiz? Men ham chet elda o'qishni xohlayman ustoz, lekin oilaviy sharoitim o'zingiz tushunasiz. Mayli do'stim, sog' bo'l. Mayli bo'pti. O'tir mashinaga. Xullas chet elda o'qimoqchisan. Lekin sharoiting yo'q, to'g'rimi? To'g'ri. Shu manzilga borasan. Sen xohlagan davlatingda o'qishingga yordam berishadi. At the starting of the week, I tell me talk